Azimjon, yaxshimisiz? Tezda Rahmatulloh bilan klinikamizni bitta reklama qilish kerak. Yanada kreativroq qilib, iloji bo'lsa, manzilni yana bir bor yaxshilab tushuntiring. Axir manzilimiz shahar markazida, Obul Banisining orqasida ekanligini bilishsin. Keyin qarang, kerakli barcha tekshiruv va mutaxassislar bitta joyda ekanligini, pediatrlarimiz Jahongir aka va Sanjarbek tajribali ekanligini, pediatriya xizmati kechki 10 gacha davom etishini. Keyin logopedimiz ham qolib ketmasin. Mirzayeva Asayl opa har bitta bemorga individual, ya'ni alohida yondashishlarni alohida aytasiz siz ham. Klinikamizda sifatli TMS xizmati, bakterapiya, TKMP, NMG, kunduzgi va tungi EG tekshiruvlari borligini bildiring. Ko'pchilik hali nimagadir buni bilmaydi. Tezda tepaga chiqasiz. LFK trenajyorlarimizni ko'rsatasiz. Bizda shunchaki massajchilar emas, chet ellarda o'qib, doimiy tajriba orttirib turadigan reabilitor ishlashini, har bir tashxisga mos mashqlar qilishini ko'rsatish kerak. Ha, aytgancha, vodiyda bitta bo'lgan Voite terapevt shifokor bizda ishlashini aytib o'tish esdan chiqmasin. Shu bilan klinikamizning chiroyli fasad qismini ko'rsatasiz va tamom qilasiz. Tushunarlimi?